Assalomu alaykum aziz obunachilar. Toshkent Motors Deno filialida bizda sotuvda TM01, Jack M4 avtomat, Beijing U5, BAF M7 avtomat hamda G7 mashinalarimiz mavjud. Lekin bu shu bilan cheklanib qolmagan. Xohlasalaringiz Toshkentdan, xohlasalaringiz Termizdan keltirib beriladi. Hop, hozir biz siz bilan ko'rib o'tadiganimiz TM01 ya'ni Toshkent Motors'ning o'zi ishlab chiqartirgan, Xitoyda maxsus zakaz bilan ishlab chiqartirilgan TM01 mashinasi haqida gaplashamiz. TM01 1.3 lik atmosferli motor hisoblanadi. 84 ta ot kuchi bor. Hujjati bo'yicha 1 tonna 200 kilo yozilgan o'rtoqlar. Bu yakka balon, bilamiz TM02 qo'sh balon hisoblanadi. Hozir faqatgina TM01 haqida gaplashamiz. Hop, tonnasi haqida gaplashdik. 1 tonna 200, oldi orqa to'liq resor bilan jihozlangan, ramalar ustilenli qilingan hamda kuzov ramasi bilan mashina o'zini shassi ramasi orasida maxsus yog'ochlar qo'yilgan. Ko'rib o'tishingiz mumkin, zapaskalarimiz mavjud. O'lchamlarimizga keladigan bo'lsak 270 ga 160 hisoblanadi. Balandligi 38, 0.38. Hop, ko'rib turganimiz vixli dishlar tepaga qilingan, bu pastga bo'lib chang to'lib qolishini oldini oladi. Mashinaga metan propan 100% tushadi. Xohlasangiz bu tarafga, xohlasangiz oldiroq tarafiga o'rnatishingiz mumkin. Hop, mashina kiraverishda ko'rishimiz mumkin. Eshikda sifatli plastikdan ishlatilgan, oynalar elektron ochib yopiladi, xromoviy detallar, xudo xolasa mana bu yoqda senter zamoklarimizgacha bor o'rtoqlar. Rullarimiz ustilenli elektronika hisoblanadi. Tablolarimiz mana yoqilg'i sarfi 6 litrdan 8 litrgacha audio sistemamiz bor, radio bor, konditsioner bor, ABS bor. Hop, mashinada o'tirganda o'zimizning labolarni bilamizki, o'rindiqlar 90 gradusda bo'ladi. Buniki 105 gradus hisoblanadi. Ya'ni laboga tiqilib qolish ehtimoliniz bo'lgani bilan bunda tiqilmaysiz. Undan ko'ra ancha kattaroq. Mashinamizning clearance, ya'ni yerdan balandligi ham anchagina balandgina. Mana hattoki istasangiz zina qo'yib olsangiz ham bo'ladi, endi spoiler. Hop, mashina hozirda skidkada turibdi. Tan narxi $14,000 o'rtoqlar. Mana TM Toshkent Motors emblemasi ostida. Faralarimiz Captiva fara hisoblanadi. Juda cho'tki yoritib beradi. Havo tortadiganlar bu yo'qlar yaxshi o'rnatilgan. Mashina ixchamgina, shunga yarasha yuk olishini ham 1 tonna 200 yozgan bilan rasxod ko'p emas, aytganimdek. Bemalol 2 tonnagacha bo'lgan yukni yuklashingiz mumkin o'rtoqlar. Mashinaning ofish ko'rinishini ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Hatto boshqa o'zini sinfidagi mashinalardan farqi rama, oldi resor, orqa resorlar, vixli dishkalar tashqaridan chiqarilgan va hatto shpilkasidan ham farq qiladi do'stlar. Shpilkani bilamizki, mana ko'rib turganingizdek, agar tanishingizda yoki kimdadir mana shu mashinani ko'rsangiz ham ko'rishingiz mumkin, shpilkalari ham bunda 6 ta, qolganida 4 ta yo 5 tadan qo'yiladi. Hop, materiali ham juda mustahkam, ishlashi ham juda pishiq ishlangan, ya'ni varit deymizmi, svarka qilingan, bir-biriga jipslashgan joylari ham juda yaxshi qilingan. Mashina pultda o'rtoqlar, mana ko'rishingiz mumkin, mashina pultda, mana kaltchasi. Hop, Cobalt kaltiga ham o'xshaydi. Hop, mashinani avtokreditga, avtolizing, перечисление hamda naqd pulga xarid qilishingiz mumkin. Yo'q, menga qo'sh balonligi kerak deydigan bo'lsangiz, o'sha 1.3 motor, 84 ta ot kuchi, faqatgina o'lchamlardan 10 sm va 5 sm farq qiladi. Qo'sh balonlik va 1 tonna 280 kilo ko'taradi. TM02miz ham shu ko'rinishda, faqat ozgina kattaroq. Narxi $500 bundan farq qiladi, ya'ni $14,500. Boshlang'ich pulni berib 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda avtokreditga bemalol chiqarib ketishingiz mumkin o'rtoqlar. Yanada batafsil ma'lumot bilish uchun yoki mashinani qanday tartibda xarid qilishni xohlasangiz, telefon nomer qoldiraman. 90 lik kodi bilan 133 88 66. Siz xohlang respublikaning istalgan joyidan ko'rayotgan bo'ling, xohlang chet ellarda ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu mashinani xarid qiladigan odam pasporti bo'lsa, hech qanaqa krediti bo'lmasa bo'ldi. Istalgan joydan turib pasportni tashab berasiz Telegramga. O'sha nomerda Telegram, WhatsApp hammasi bor, Instagram. Bemalol men shartnoma tashab beraman. Shartnomamiz bank kuni bilan 10 kunga amal qiladi. 10 kun ichida siz qaysi bankdan chiqarishingizdan qat'iy nazar o'sha pulni, shu kelishilgan summa, hisoblangan summani tashab berasiz
va mashinani biz sizga shot faktura holida beramiz o'rtoqlar. Mashinalar sotuvda tayyor. Yana qiziqtirgan savollarga boya aytganimdek nomer qoldirilgan. Qaytarib o'taman 90 kodi bilan 133 88 66. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun. O'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling.